Mana braziliyaliklar futbol to'plarini pul sarflamasdan qanday yasashadi? Bu usul sizni hayratda qoldirishi mumkin. Ko'plab yosh futbolchilar aynan shunday qo'lbola to'plar bilan mashq qilib, katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Masalan, Neymar va Vinicius Junior kabi yulduzlar ham bolaligida oddiy sharoitlarda futbol o'ynagan. Braziliyalik yigitlardan biri bunday to'pni qanday tayyorlashni ko'rsatadi. Avval u havo sharini olib, uni shishiradi. So'ngra skotch yordamida sharni yuqori qismidan boshlab yaxshilab o'raydi. Keyin qog'oz olib, uni shar atrofiga o'raydi va iloji boricha dumaloq shakl hosil qiladi. Shundan so'ng eski futbolka yoki biror matoni olib, qog'ozning ustidan o'raydi. Bu konstruksiyani mustahkamroq qiladi. Keyingi bosqichda hammasi ip bilan mahkam o'raladi va tugun qilinadi. So'ngra u plastik paket olib, uni ham tugunlab qo'shadi. Paket va qog'oz qatlamlari qancha ko'p bo'lsa, to'p shuncha og'irroq va mustahkamroq bo'ladi. Oxirida tashqi qavatga haqiqiy futbol